Jasorat maktablariga 2026-2027 o'quv yili uchun kirish test sinovlari bo'lib o'tmoqda. Bu yil ikkinchi bor tashkil etilayotgan jarayonlar Bilim va malakalarni baholash agentligi Sirdaryo viloyati bo'limida o'tkazildi. Muxbirimiz xabar qiladi. Jasorat maktablari bugun ko'plab iqtidorli o'quvchilarni birlashtirmoqda. Sirdaryo viloyatida 2026-2027 o'quv yili uchun mazkur ta'lim muassasalariga kirish istagini bildirgan yuzlab o'quvchilar belgilangan tartib asosida test sinovlarida ishtirok etdi. Ishtirokchilar avvalo matematika hamda ona tili fanlari bo'yicha bilimlarni sinovdan o'tkazdi. Shuningdek, ayrim bosqichlarda jismoniy tayyorgarlik va umumiy qobiliyat darajasini aniqlashga qaratilgan topshiriqlar belgilangan tartibda amalga oshirildi. Jasorat maktabi o'tgan yildan faoliyatini boshlagan bo'lsa, viloyatimiz bo'yicha 1118 nafar o'quvchilar ushbu Jasorat maktablari o'qish istagini bildirib turib arizalar bilan murojaat qilgan bo'lsa, ularni hozir test jarayoni mana shu Bilim va malakalar baholash markazida 1200 o'rinli binoda barcha sharoitlarga ega bo'lgan joyda sinovlarni o'tkazish jarayoni boshlandi. O'quvchilarimiz 50 ta savolga javob beradi. Ya'ni 30 ta ona tilidan, 20 ta matematika fanlaridan, albatta bunda mantiqiy savollarga mujassam bo'lgan savollar ham qo'yilgan. Ota-onalar uchun ham alohida kutish hududlari tashkil qilinib, test sinovlarining shaffof, xolis o'tkazilayotganligi Guliston harbiy prokuraturasi mas'ullari tomonidan nazoratga olindi. Mutasaddilarning ta'kidlashicha, Jasorat maktablari nafaqat sifatli ta'lim maskani, balki yoshlarni intizom, liderlik va vatanparvarlik ruhida kamol toptiruvchi muhim dargoh hisoblanadi. 2026-2027 o'quv yili uchun qabul qilingan kvotalar tasdiqlangan bo'lib, saralashdan muvaffaqiyatli o'tgan nomzodlar yangi o'quv yilidan boshlab mazkur maktabda tahsil olish imkoniyatiga ega bo'ladi.